Bir kuni bir inson bor ekan, ya'ni u dardga chalinibdi. Dardga chalinganda ham juda ham og'ir dard, ya'ni rak kasalligiga chalinib qolibdi. Va uni o'zini yurtida davosini topisha olmagandan keyin Germaniyaga borishligini maslahat berishdi. Va haligi odam o'ziga yarasha to'q, o'ziga yarasha puli bor inson ekan, Germaniyaga davolanish uchun boribdi. Germaniyada tashxislar topshiribdi va u yerdagi vrachlar aytishibdiki, ha, juda ham kasallingiz og'ir. Zudlik bilan biza jarrohlik amaliyotini qilishimiz kerak. Ya'ni sizni operatsiya qilishimiz kerak. Shuning uchun lekin biz bilmaymiz, bu jarrohlik operatsiyasidan siz qanchalik muvaffaqiyatli chiqishingizga biz javob bera olmaymiz, kafolat bera olmaymiz. Bu yo'g'i Allohdan debdi. Shunda haligi odam aytibdiki, mayli, agar boshqa yo'li bo'lmasa, men vatanimga borib, yaqinlarimdan rozi rizochilik qilib qaytaman. Ana undan keyin jarrohlik amaliyotiga yotsam ham mayli debdi. O'zining yurtiga kelibdi, yaqinlari bilan vidolashibdi, yaxshi yomon so'zlariga rozi rizolik so'rabdi. Va bir kuni bir do'konning oldidan o'tib ketyapsa, bir qassob yigit go'sht maydalayotgan ekan. Go'sht maydalayapti va maydalayotgan go'shtdan mayda-mayda suyaklar atrofga sachrayotgan edi. O'sha yerda bir ayolni ko'rib qoladi. U ayol kichkina paketcha olgan, qo'liga haligi sachragan suyaklarni yig'ib solayotgan ekan. Shunda haligi odam hayron bo'lib, ayolning oldiga sekin borib so'rabdi. "Bu suyaklarni nima qilasan?" debdi. Desa, shunda haligi ayol aytibdiki, "Men farzandlarim, yetim farzandlarim bor. Yetim farzandlarimga yeyishiga go'sht, non, tuzim yo'q, kambag'alman, juda ham nochorman. Shu suyaklarni solib sho'rvaga qaynatsam, ozgina bo'lsa ham ta'siri bo'lsa, ozgina bo'lsa ham mazasi o'tadi. Shuni ularga beraman" debdi. Haligi odam aytibdiki, "To'xtagin" debdi. "Men o'zim seni go'shtlaringga yordam beraman" debdi. Va haligi magazindan 2 kilo go'sht olib, haligini uyiga yana boshqa ro'zg'orlar bilan birgalikda borib, farzandlarini qornini to'yg'izibdi. Haligi ayol juda ham uzundan uzoq haligi insonni duo qildi. Qaytib kelgan kishi do'kondorga qo'liga pul berib, 2 yillikmi, 3 yillikmi, vallohu alam, go'shtga pul beribdi. Ya'ni shu ayol kelganda har doim tekinga go'sht beraverasizlar debdi. Shundan keyin Germaniyaga qaytib boribdi va Germaniyada vrachlar boshqatdan tashxis topshirishligini so'rashgan, chunki operatsiyadan oldin yana bir bora ko'rish kerak. Ne ko'z bilan ko'rishsa, haligi tashxislar hammasi top-tozamish. Keyin so'rashdi, "To'xtang, bizni o'zi o'tgan safar topshirganingizda boshqacha chiqqan edi. Endi boshqacha nima bo'ldi o'zi?" degan. Haligi odam kulimsirab, "Hammasi Allohdan" degan ekan. Chunki u bilganki, qilgan yaxshiligi o'sha zahoti unga tani sihatli, salomatli bo'lib qaytgan ekan.